Al-Qorin bu har bir kishiga biriktirilgan jin toifasidan bo'lgan maxluqdir. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelgan ochiq xabar mavjud. Alloh bizni imtihonimiz uchun ularni bizga bog'lagan. Turli vasvasalar ularning tashabbusi ila bo'ladi. Sohir ya'ni sehrgar va folbinlarga bizni xulqimiz va hayot tafsilotlarimizdan xabar yetkazib turadi. Bu josus jin hammada bor. Hatto payg'ambarlarda ham bo'lgan. Biz bilan soya kabi ergashib to o'limimizgacha yuradi. Bu Allohning irodasi. U ishlaridan so'ralmaydi, biz so'ralamiz. Ana shu Al-Qorinni hasad keltirishini to'sib qo'yish uchun juma kundan boshlab bir hafta qilinadigan wird mavjud bo'lib, uning tartibi quyidagichadir. Asr namozi va shom namozi orasida Fotiha surasini 7 marotaba o'qiydi. So'ng Oyatul Kursini 7 marotaba. Mav'izatayni, ya'ni Qul a'udhu bi robbil falaq surasi bilan Qul a'udhu bi robbin nas surasini 3 marotabadan o'qiydi. Va bu oyatni 100 marotaba o'qiydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Shanba kunidan boshlab har kuni bu oyatni 100 marotabadan o'qiydi. Payshanba kuni oxiriga yetadi. Shu kuni Alloh taolodan Al-Qorinni hasad keltirish fitnasidan panoh so'rab duo qiladi. Ortidan salovat aytadi. Shu bilan Allohning izni va irodasi ila Al-Qorin bu fitnasini qila olmaydi. Bog'lanib qoladi. U keltirgan hasad ta'siri bo'lsa yo'qoladi. Vallohu alam bis-savob.